Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan genetika darslarimizni davom ettiramiz. Xo'p, bugun sizlar bilan o'rganadigan darsimiz chala dominantlik va tahliliy chachishtirish. Birinchi bo'lib chala dominantlikka yuzlanamiz. Xo'p, chala dominantlik nima? Chala dominantlik dominant A geni o'zini alleli ustidan, ya'ni resessiv A ustidan 100% dominantlik qilayotgan edi deylik. Shunda gamma-zigota holatda ham qizil, misol uchun gulni bildirsa, heterozigota holatda ham qizilni ifodalaydi. Bu Mendel qonunlarida kecha o'tganimiz to'liq dominantlik hisoblanadi. Endi shunday dominant genlar bor ekanki, ya'ni shunday irsilanish kuzatilar ekanki, har doim ham dominant A o'zini alleli ustidan, ya'ni resessiya ustidan 100% emas. Endi 50% degani bu yarmi degani emas. Misol uchun aytilyapti. Misol uchun 100% dominantlik qilmasdan qanaqadir yarim hisobda dominantlik qiladi. Ya'ni 50%. Shunda, ya'ni chala dominantlikda genotipning yuzaga chiqishi, ya'ni fenotipning yuzaga chiqishi o'zgarib qolishi mumkin. Ya'ni gamma-zigota holatda qizil, heterozigota holatda endi mana qizil belgisi bor va oq belgisi bor. Bu ustidan to'liq dominantlik qila olmagani uchun rang pushti bo'lishi mumkin. Pushti bo'lishi, ya'ni oraliq irsiylanib qolyapti. Shuning uchun chala dominantlikning ikkinchi nomi oraliq irsiylanish bo'ladi. Xo'p, chala dominantlik qaysi organizmlarda uchraydi desa, chala dominantlik nomoshom gul rangida. Gul rangida. Misol ishlaymiz shundan. Xo'p, nomoshom gul rangida dominant A ning bo'lishi qizil va u resessiv A ustidan chala dominantlik qilib, heterozigota holatlarda pushti bo'lib qoladi. Ya'ni qizil oq ustidan chala dominantlik qilib, heterozigota holatlarda pushti bo'lib qoladi. Xo'p, qizil rangli o'simlik bilan oq rangli o'simlik chachishtirilganda F1 da heterozigota organizm hosil bo'ladi. Bu heterozigota organizm rangi pushti. Chunki aytdik, heterozigota holatda nima bo'ladi dedik? Pushti bo'ladi, chala dominantlik qilgani uchun. Va bu organizmlar o'ziga o'zi qayta chachishtirildi. Ya'ni o'zidan o'zi changlantirildi. Endi va buning natijasida F2 olinadi. F2 olinganda mana bunday organizmlar hosil bo'ldi. Ya'ni bitta dominant gamma-zigota, bitta heterozigota, yana bitta heterozigota va bitta resessiv gamma-zigotalar. Endi bularni birinchi bo'lib mayli men fenotipik nisbatini topib chiqaman. Fenotipik nisbati bitta qizil, bitta va bu ham kelasi pushti, mana bular esa oq bo'ladi. Demak, oldingi Mendelning ikkinchi qonunidan farq qilib nisbat 1 2 1 fenotip nisbati. Oldin 3 1 chiqqan.
Genotipik nisbatchi desa, genotipik nisbat 1 2 1. Demak, chala dominantlikda fenotipik, genotipik nisbatlar bir xil bo'lar ekan. Demak, chalada fen teng genotipik nisbatga. Lekin bu yerda bitta qoida bor. Demak, bu qoida qanaqa desa, har doim ham emas. Qachon teng bo'ladi? Qachon teng bo'lmasligini keyinroq, ya'ni keyingi mavzularda gaplashamiz. Ya'ni dehidrogenlashtirishdagi chala dominantlik bo'lganda yaxshiroq tushuna olasizlar buni. Shuning uchun hozircha, demak, monodrogenlashtirishda chala dominantlikda fenotipik, genotipik nisbatlar bir xil bo'lar ekan. Faqat ma'lum bir shart bo'lishi kerak. Shundagina ikkalasi teng bo'ladi. Shuning uchun har doim ham emas deb tushunib olsalaring bo'laveradi. Lekin genotipik nisbat, qaranglar, to'liq irsiylanishdagi genotipik nisbat bilan chala irsiylanishdagi genotipik nisbat deya o'zgarmaydi. Ya'ni 1 2 1. Bitta dominant gamma-zigotaga ikkita geterozigota va bitta resessiv gamma-zigota chiqadi. Demak, chala dominantlik bu dominant genni o'z alleli ustidan to'liq ustunlik qila olmasdan heterozigota holatlarda oraliq irsiylanish, ya'ni ikkala organizm ham resessiv ham dominantning o'rta belgisi chiqishi, bu chala dominantlik deb ataladi.